Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehrli gul obunachilari, azizlar, mana Xudo xolasa yangi ishlarimizdan biri Andijon viloyati Paxtavod tumaniga, sentriga Xudo xolasa Habibullo akamizni xonadonlariga bitta 80 litrli qozonimiz, bitta 22 litrli qozonimiz, azizlar, mana Xudo xolasa g'ishtlarimiz eski bo'lganligi uchun ustini shkatulka qilib qo'ydik, kafelga tayyor qilib, azizlar. Mana kafelni razmerini ham tashab qo'yganmiz yonlariga. Xudo xolasa, azizlar, mana demaxodlarini o'rnatib qo'ydik. Bir qator buni tutun tortishlarini ko'rib qo'yamiz. Olib keling. Azizlar, mana o'choqlarimizni yoqib qo'yganmiz. Bir qator tutun tortishlarini ko'rsating. Eng asosiy qism, azizlar, mana bu Xudo xolasa tutunni pelisos singari totyapti. Pastroqqa tushuning. Bu o'choqning ichida totadigan uskuna bormi deydi. Bu o'choqning ichida hech qanaqa uskunasi yo'q, mana. Faqat o'tin bor, azizlar. Pastroqqa tushuning. Mana azizlar, tutun tortishlari o'ta mo'tadil. Buni o'ziga yarasha sxemasi bor, o'shaning uchun o'choq yaxshi totadi tutun. Katta qozonimizni ko'rdik. Kichkina qozonimizni ham ko'rib qo'yaylik. Mana azizlar, suv ham Xudo xolasa qaynadi ozgina o'tin bilan. Mana kichkina qozonimizni ham ko'rib qo'yamiz. Kichkina qozonimizni ham bu tomondan ko'rsataylik. Pastroqqa tushuning. Mana azizlar, o'ta mo'tadil. To'rala tomonini ham ko'rsatyapti, mana hozir sherigimiz. Mana azizlar, buning ichida ham o'tin bor. Nihoyatda go'zal bo'lib yonyapti. O'ta xotirjam, o'ta mo'tadil tutunni olib ketyapti. Shu yoniga qo'yib qo'ying. Mana azizlar, tutun tortishlari, eshigini ochib qo'ysangiz ham tutun baqa chiqmaydi. Inshaalloh. O'ta go'zal. Mana suvlarimiz ham qaynadi, azizlar. Eshiklarimizni ham alohida eshiklarimizni ham gapirib o'tib ketamiz. Super metal. Xudo xolasa, azizlar, zakaz qilaverasizlar. Olib kelib berilaveradi inshaalloh. Mana o'choqlarimiz. Joyimiz ham o'ta mo'jazgina bo'ldi. Mana shu yon taraflarda akamiz o'zlari tandir qurgan ekanlar. Biz yonlariga ikkita o'choqqa joy qilib berdik. Mana demaxodlari 150 lik azbest turba qo'ydik. Mana azizlar, eshigini ochib qo'yganmiz. Ichkariga tutun to'tyapti. Mana bu tomondan ko'rsatib o'tamiz. O'ta mo'jazgina, chiroylikgina joy bo'libdi. Ikkita qozon mana o'rnatib berdik, inshaalloh. Bu tomondan ko'rinishlari. Mana shu yon taraflariga endi mo'yka yoki bir stol qilinsa, yana o'ta go'zal ish bo'ladi. Azizlar, zakazni beraverasizlar. Xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda xizmatdamiz. Afisiyada nomerlar qoldirib o'tamiz. Bizni ishlarimiz yoqib, mana shunaqa ishlar kimga zarur bo'lsa, o'sha odamga jo'natib qo'ying va like bosib qo'ying. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytmoqchi, narxlariga ko'pchilik qiziqyapti. Narxlarni ham qo'ldan kelgancha kelishgan holatda kelishamiz. Telefon qilsalaring. Nomerlarimiz bor. Bizning YouTube kanalimiz bor. Mehri kulol desalaring chiqadi. Xonadonimizni tandir ham yasaymiz. Har xil razmerda zakaz beraverasizlar, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib ketaveramiz. Tandirlarimiz Kenjaboy tog'a tandirlari, ko'pchilik biladi, bilgan odamlar, bizdan olib yurgan odamlar, Xudo xolasa yaxshi. Tandirlar ham garantiyalik. Azizlar, mana Xudo xolasa joyimiz biroz torligi uchun shu uzoqdan ko'rsata olmayapmiz, mana. Uzoqdan ko'rsataylik. Kimga shunaqa ishlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqinglar, Xudo xolasa chiroyli qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa, chiroyli qilib like bosib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tutun tortishiga yomon ish qilib ketdi omadi bor-ku. Abdulloh, nima dedingiz? O'ta go'zalmi? Akamiz o'zlari musofir yurtda ekan, o'g'illari bir qator ko'rib tekshirib oldi. Xudo xolasa
Akamiz shu musofir yurtlarda biz ishlarimizni ko'rib, yoqib qolgan ekan, ko'ngillariga tushib qolgan ekanmiz. Mana Xudo xolasa kelib chiroyli qilib berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.